Tasavvur qiling, samolyotda boshqa davlatga uchsangiz, reysda styuardessa sifatida sizni dugonangiz bo'lsa. Men tasavvur qilishim ham kerak emas. Chunki Centrum Air bilan Toshkentdan Astonaga uchgan reysimda xuddi shunaqa bo'ldi. Internetda bu aviakompaniya haqida juda ham ko'p har xil fikrlar eshitganimdan keyin, aynan shu kompaniyani reysida juda ham uchib ko'rgim kelgandi. Bu yerda esa kichkina singlim uni emas, kattasini olib ketayotganimga jahli chiqib turibdi. Reysga registratsiya payti qo'l yukimiz normadagiga 8 kilogramdan oshib ketgani uchun ichidan ba'zi narsalarimizni chiqarishimizni so'rashdi. Undan tashqari aeroportda Centrumning bilet, qo'shimcha bagaj yoki boshqa savollar bo'yicha yordam beradigan qulay burchagi bor ekan. Xullas, hamma tekshiruvlardan o'tib olib, aeroportda ozgina TikToklar olib, samolyotga qarab yo'l oldik. Bu yerda esa dugonamni birinchi marta uniformada ko'rib, juda ham hayajonlanib ketdim. Keyin har o'tganida videoga olishni boshladim. Samolyot ko'tarilgandan keyin 1 soat 50 daqiqalik reysga yo'lovchilarga shunaqa suvlar tarqatishar ekan. Servis tugaganidan keyin orqaga o'tib yana rasmlarga tushdik. Kimga qanaqa bilmadim-u, lekin bu kompaniyani xodimlarini zo'r muomalasi uchun reyslarida yana uchgan bo'lardim. Chunki Toshkentga qaytayotgan reysimizda ham ularning majburiyati bo'lmasa-da, bort kuzatuvchilar chimodanlarimizni tepadagi tokchalargacha ko'tarib qo'yishdi. Menga obuna bo'lib qo'ying, chunki keyingi videoda O'zbekiston havo yo'llarini Toshkentdan Bakuga bo'lgan reysini obzor qilamiz.